Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Kel. To'yni to'xtataylik. Sen bilan kelajagimni ko'rmayapman. Dugonalarim, tanishlarim oldida kim degan odam bo'laman? Fotig'asi qaytgan qiz demaydimi? Odamlarning gapiga tupurgan joyim bor. Vijdonsiz. Sen ham erkakmisan? Sendan bugun emas, hatto hozir emas. To'y bo'lmaydi. Kechsam zo'r bo'larkan. Yolg'oningga emas. O'zingga qara, mol. Zo'r aka. Voy bu odamlar isi ham yo'qmi qo'y. Dastavka olib keldim. Yaxshi qiz. Yaxshi qiz. Karim. Dastavkangizni olib keldim. Qayerga qo'y? Dastavka pulini berib oling. Maydangiz yo'qmi? Rahmat. Shoshmang. Beraymi, qaytmaysiz? Menga yordamingiz kerak. Qanaqa yordam? Qo'limdan kelsa, mayli yordam beraman. Xohlasangiz, bu uchun pul ham beraman. Nima qilish kerak o'zi? Yaqinda to'yim. Kuyov bo'lib berishingiz kerak. Hazırlashmay unaqa qilib. Hazillashmayapman. Fotiham buzilyapti. Dugonalarimga, tanishlarimga to'yim bo'layotgan haqida aytib qo'yganman. Xohlasangiz, yana qo'shib beraman. Faqat bir oy biznikida ichki bo'lib yashab turasiz. Keyin hech narsa bo'lmaganda hammamiz o'z yo'limizdan ketaveramiz. Yo'q. To'g'ri kelmaydi. To'g'richining. Tanishlarim eshitsa ertaga nima deb o'ylashadi? Uzr. Qancha qo'shmoqchi edingiz? 2000. Kuryerligimni qarab qolyapti. 3000 beraman. Bo'ladimi? Ming? To'yimiz qachon shunday? Endi nima deysan, ha? O'zi bergan pul 3000 bo'lsa, buncha shartingiz ko'p. Men mashina sizga. Jentram. Yo'q, men ololmayman, 3000 bo'ladi. Dugonalarim oldida mashinasi bor, badavlat odamga ko'rinishingiz kerak. Ha. Meni yurishimgami? Bu nega? Usti boshingizni alishtirib, soch soqolingizga qarab olarsiz. Usti boshimga nima qildi? Ha, bo'pti. Qarab ketaveraymi? Ketavering. Davengiz qilib qo'yarsiz? Xudo beraman desa hech gapmasdi. Chao. Sharmanda qildi odam. Ey Xudo, o'zingga shukr, jentramen emas, hech o'ylamagan. Ko'ylaging biram yarashibdi. Qizlar, hozir men sizlarni bo'lajak turmush o'rtog'im bilan tanishtiraman. Ko'zlarim ochiq, lekin ko'r bu yurak. Layliya hira topdi qaysni deya. Inonda so'zlaringga mast bu yurak. Juda ham ochilib ketibsiz. Qimmat qafaslar ayiradi nafasdan. Yarashibdi. Ichimda kapalak. Sizlar bemalol ko'ylak ko'rib turaveringlar. Men shu yerda o'tirib turaman. Inonda so'zlaringga mast bu yurak. Tillodan qimmat qafaslar ayiradi nafasdan. Zaynab, pochcha bittasiga yomon o'xshar ekan. Kimga? Biz ishxonamizga obed olib keladigan kuryer bolaga o'xshar ekan. Yo'q, nima deyapsan? Ahad ekan biznesmenlar-ku. Qanaqa kuryer? Ay, yo'q. Xatolar kechirib tushdi ko'z o'ynak. Kechdim seni deb o'zimdan voz kechdim. Voy bo'lish ham qiyin ekan. Sana xayoling faqat Qizlar,
Bilasizlar, bugun mening tug'ilgan kunim. Kechqurun hammalarni klubda kutaman. Borasizlar, a? Ha, boramiz. Zaynab klubga bormaydi. Ahad aka, borib kela qolay. Bormaysan dedim. Bormaysan? Tamom, vassalom. Ko'chada kutib turaman. Klubga boramiz. Menga qara. Sen menga xo'jayinchilik qilyapsan? Nima qilishim kerak? Men seni erlik rolingni o'ynagani chaqirganman. Menga xo'jayinchilik qilgan emas. Erlik rolimmi? Zo'r qilib o'ynab beryapman, a? Sen ham ozgina ayollik rolingni o'ynab ber unda. Qachon mana bu sirk tugasa, ana o'shanda xohlagan joyingga borasan, tushundingmi? Soxta er xotin bo'lsa hamchi. Men xotinimni bunaqa joylarga yuborib qo'ymayman. Yo aytganimni qilasan, yoki bo'lmasam hozir dugonalaringga hammasini aytib beraman. Abed qilishga chaqirdingizmi? Zo'ru. Nima aytsam ekan, a? Nima bu? Yo nima? Shu to'lashga pulingiz yo'qmi? To'yimiz bo'lish kerak bo'lgan bola o'ng tomoningizda o'tiribdi. Qaysi? Bu ana eshikmi? Shunga? Hozir hammaning yonida qo'limni so'raysiz. Keyin esa hammani shu o'tini yopib berishingizni aytasiz. Hayot qiyinlashib ketyapti-ku. Balki kerak emasdir. Hammani oldida masxara bo'zdek ko'rinib qolamanmi? So'raysiz. Xonimlar va janoblar, bugun men uchun juda ham muhim kun. Yaqinda uchratgan insonimni barchangizni yoningizda qo'lini so'ramoqchiman. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Zaynab, sen hayotimga kirib kelganingdan beri hayotimda ko'p narsalar o'zgarib ketdi. Iltimos, menga turmushga chiq. Yo'q dema. Rozimisan? Rahmat. Bugun barchangizni o'zimni hisobimdan mehmon qilaman. Barchani. Hey. Chiqdingizmi? Bir soat bo'ldi kelgan. Kutsangiz biron joyingiz kelmay qoladimi? Shu er tanlashda adashgan bo'lsangiz ham salonga nom tanlashda adashmagan ekansiz. Olmaliqda eng zo'r bo'lsa kerak-a? Saliha. Men uchun qadrli bo'lgan bir inson ismi. Hali shunaqa odamingiz ham bormi? Sizda yo'qmi? Ha, sizga tashab ketgan. Hazillashdim. To'yimiz bo'layotganini biladimi? Yo'q. Aytib jinni bo'libmanmi? O'ldirib qo'yadi-yu. Qattiq yaxshi ko'rasizmi? Men sirok yaxshi ko'raman, yogurt yaxshi ko'raman, qattiq yaxshi ko'rmayman. Salihani qattiq yaxshi ko'rasizmi deyman? Ha, shunaqa demaysizmi? Juda ham. Bo'pti, uni buni qo'ying. Qayerga bormoqchi edik? Fotosessiyaga. Qanaqa fotosessiya? Fotozonaga. Qo'ysangizchi. Undan ko'ra bitta zo'r joyga boraman. Qayerga? Borganda ko'rasiz, chiqing. Ey, fotosessiyaga odam oq ko'ylak olmaydi. Xabar olib keldingmi yor, gullar olib keldingmi, tog'da o'sgan alvon lolalarini Qalay, fotosessiya yoqdimi? Juda ham. Bunaqa fotosessiyani 1 million berib ham topa olmaysiz. yo sog'inib keldingmi, boqar seni olib. Manzarani qarang, chiroyli. Saliha ko'rib sizni kechirmasa kerak. Bo'lishi mumkin.
Chunki rosa Lolazorga olib boring deb so'rayotgan. Ha mayli. Keyin safar olib kelarman. Ey. Nima bo'ldi? Hech nima. Nima kayfiyatingiz? O'zim. Ish qilib siz ham to'y kuni qochib ketmaysizmi? Ayyo. Pulingiz olib qo'yganman. Chidab o'tiraman endi. Siz ham hadeb siqilavermang. Hayotda shunaqasi ham bo'lib turadi. Hozirgi zamonda o'zi erkaklar erkakligini, ayollar esa ayolligini unutib qo'yishyapti. To'yingiz bo'lib o'tgandan keyin adashganingizni bilgandan ko'ra shunaqa bo'lgan ham yaxshi. Ketdikmi? Ketdik. Men Anavi Zaynabni erimi? Biznesmenmish. Hozir bopliyman. tuya ko'rdingizmi? Tuyani ko'rmagan bo'lsangiz, videoni tez o'chirib tashlang. O'chiring. O'chirib bo'ldingizmi? Yaxshi emas bu ishingiz. Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi. Dugonalaringiz bilan ko'rishmadingizmi bugun? Yo'q. Yaxshi. Obed qilamizmi? Ushlamang qo'lini. Qo'y. Manikendan rashk qilyapsizmi? Sindirasiz. Bo'pti, tezlashing. Qornim ochib ketdi. Bugun shashlikka yeysiz. Qarang, ko'yniga chiroy turibdi, menga yarashgan a. Menga qaranglar. Ochura ko'ynaklar yo'qmi? Mani xotinim to'y kuni malikalar deb bo'lish kerak. Saliha wedding salonida siz aytayotgandagi ochiq ko'ynaklar yo'q, hammasini yelkalari yopiq. Yech bu ko'ynak. Nega yarashgan-ku? Yech, boshqa salonga boramiz. Keyin yelkangizga kun tegmagan ekan-da, aka. Yopiroq ko'ylak olib beravering, bu yog'iga kun issiq. Quyosh o'tib ketmasin yana. Menga qara. Og'zingga qarab gapir. Shu oddiy gapimni ko'tara olmading-ku. Ertaga shu kiyimda to'yxonaga kirsa, hamma xotiningga qarab, joningdan zo'r narsa ekan desa, qanaqa ko'tarmoqchisan? Tur. Obiru. Sizga bitta savolim bor. Qanaqa savol yana? Ko'rinishingizdan pul uchun hamma narsaga tayyor bolaga o'xshamaysiz. To'g'risini ayting, nima uchun rozi bo'ldingiz ichki yovlikka? Shu sizga qiziqmi? O'zim. Shunchaki. Kuyov bo'lish xohladim. To'yimizga 2 kun qoldi. Kostyum shim oldingizmi? Kostyum? Voy. Aytdim nima esimdan chiqdi deb. Boring, olib keling. Hozir. Kostyumga borib, rahmat desam kostyum berarmikan? Tushunmadim. Pul bering deyman. Qancha? Qimmatingiz? To'yda zo'r tako'y ko'rinishim xohlasangiz, bir $500 bersangiz yetadi. 500? Ha nima? Arzon turmaydi uni kostyumda. Muncha qaltiringiz. Rahmat. Hayolimda qolib ketding, yuragimni Qornim ochib ketdi. Qattiq ekan. Zaynab. Yaxshimisiz? Qattasiz? Radugadaman. Kostyum shim olishga keldim. Nima endi har qadamimda отчет beramanmi? Qornim ochib ketdi. Kelishingizda lavashmi olib keling. Xo'p, Kattasidan. bo'pti. Faqat achchiq bo'lmasin. Bo'pti.
quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dodingni. O, G'aybulla Tursunovga o'xshab qoldimi? Mana bu kostyumingiz nechi pul? 300. Dollarmi? Yo'q, so'mda. Ha. Shunaqa deydi. 300 ming so'm. 300 ming so'm? Kuyov bola o'rtada, kuyov bola o'sada pechagar mani qo'llarga pas. Mana senga 500 dollarlik kostyum shim. Mana bu kostyum shimni 10-mayga yozib qo'ying. Faqat hech kimga berib olmay, maylimi? Faqat zakot bersangiz yozib qo'yamiz. Zaklat? Hammasini to'lab ketaman. Bez problem. Dollarga maydangiz bormi? Yaxshimisiz? Ha, keling. Zaynab sizmisiz? Lekin sizni tanimadim. Ismim Saliha. Gapim sizga uylanmoqchi bo'lgan bola haqida. U bola menga va'dalarni berib, uylanaman deb mendan foydalanib tashlab ketdi. Unga ishora bo'lsam, men ahvolimga tushib qolmang. Tayyor bo'lib qo'ya qolmasmikan? Oppo, ana bu eshak yo'q. Ey, Yaxshimisiz? qayerdadir sizni ko'rganman-da. Bo'lishi mumkin. Restoranda. O'xshatyapsiz aka. Mayli, bora qolay. Turqing qursin seni eshak. Biznesmen. Voy, u. Nima betga chaqirdingiz? Qorningiz ochib ketsa o'zi ham chidolmas ekansiz-da. Aytgancha. Sizga bir gap aytmoqchi edim. Sizdan yashirib ora-orada kuryer bo'lib ishlayapman. Haligi siz tashab ketgan eshak bor edi-yu. Shu ko'rib qoldim. Bundan eshitgandan ko'ra, o'zimdan eshitganingiz yaxshi dedim-da. Sen kimsan? Iflos. Bitta qizdan foydalanib, aldab, tashab ketishga qanaqa vijdoning yo'l qo'ydi? Menga aytyapsizmi? Qanaqa qiz? Saliha hammasini aytib berdi. Saliha? Saliha keldimi? Au, Endi tushundim nima ichki yo'qlikka rozi bo'lganingni. Kimsan o'zi? Kuryermisan? Aktyormisan? Mashinikmisan? Pul uchun sotmagan. Gapi nimang qoldi? A? Pul bersam, kim bo'lib berasanmi? Gapir. Gapir. Alo. Doktor. Salihaga nimadir qildimi? Nima? Hozir yetib boraman. Kelib qoldingizmi? Nima bo'ldi? Salihani yana mazasi qochdi. Uni zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak. Aks holda Kechir. Kechir onasi. Va'damda turolmadim. Uni saqlab qololmayapman.
qo'limdan kelganini qilyapman. Kechir. Nima qilay? Saliha, Dada, keldingizmi? Saliha. Yaxshimisan qizim? Lolazorga qachon borasiz? Boramiz. Yaxshi bo'lib ketsa ham boramiz. yosh dorilarni olib kelib berishingiz kerak zudlik bilan. Xo'p. Kostyum uchun bergan zakatimni qaytarib bera olasizmi? Bizda zakot qaytarilmaydi. Iltimos. Qizimni dorisi uchun kerak edi. Rahmat. Zaynab. Moshinangiz keldi. Bergan 3 ming pulim qani? Uni zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak. Kimligimni so'raganmidingiz? Aktyor emasman. Mashinik emasman. O'lim bilan kurashayotgan qizini hayotini saqlab qolish uchun o'zini jonini fido qilishga ham tayyor bo'lgan otaman. Iltimos sizdan. Qizimning operatsiyasiga pul kerak. Xohlasangiz itiz bo'laman. Xohlasangiz akilliman. Iltimos sizdan. Operatsiyasiga pul berib turing. Qaytaraman. Hali hammasini qaytaraman. Ishlab bo'lsa ham. Iltimos sizdan. Oyi, siz meni oyimsiz-a? Ha. Men seni oyingman qizim. Saliha. Siz nima qilyapsiz bu yerda? Sizga gapirgan gaplarim uchun meni kechiring. Siz ham aytsangiz bo'lardi-ku vasiyatingizni. Kelin qo'yning salonimni sotdim. Salihani operatsiyasi uchun ishlataman.